Rahmat, Hajar. Ha, no'xatni evitdingmi? Evitdim, xonim. Yaxshi, mayli, unda borib uxlayver. Yaxshi dam olinglar. O'zingam. Bu nima qiliq? Voy o'g'lim kelibdi, ejderim kelibdi. Qadir, akangga choy qo'y. Senga ichish mumkin emas-ku. Keyin voy jigarim deb shifoxona chopib yurishimizni xohlaysanmi? Bozorni o'rtasida Gulperini do'pposlabsiz. Og'zi burnini qon qilgansiz. Nima bo'pti? Senga yoqmadimi? Qadir. Hay, Qadir. Toychog'im, tur, toychog'im, tur. Tur, biz borib uxlaymiz. Yur, biz endi borib uxlaymiz. Ota, siz bilan nimani gaplashgandik? Nimaga kelishgandik-a? Ishingga ham shunaqa mukkasidan ketsang, menga boshliq bo'larding, Ejder afandi. O'sha Satang hokimgacha borgan, qizimni o'g'irlashdi degan. Nima qilishim kerak edi? Bag'rimga bosib, peshonasini o'pishim kerakmidi? Mendan necha yosh kichkina nusxa tepamda turib olib, shu muammoni hal qilib kattaligingni ko'raylik dedi. Hali shoshma. Ertalabgacha Xudo poshsho. Bu muammo qanday hal bo'lishini jumlayi jahon tomosha qilsin. Baribir jabrini men tortaman, to'g'rimi? Bittagina imkon bor edi. Sharofatingiz bilan uyam yo'q bo'ldi. Voy Ejder, o'g'lim qayoqqa? Vaqt allamahalda qayoqqa ketyapsan-a? Asabiga tegmasangiz bo'lmaydi. Qani endi hamma xulasan. Yo'qdi shekilli-ya, singlim. Indamasam barmoqlaringni qo'shib yeb qo'yasan. Akangni gapiga shunaqa quloq solsang, senga har kuni kabob qilib beradi. Ha, yosh boladek aldayvering. Nega ishonmayapsan? Akangga bir marta yaxshilik qilsang o'lib qolasanmi? Ha? 40 yilda bir marta savob ish ham qil deyapman. Uf, aka, odamni bezdirib yubordingiz. Bo'lmaydi dedim-ku. Necha marta aytishim kerak? Bo'lmaydi. Shuncha ichganingiz yetar. Kattalarning ishiga aralashma, jin qarcha. Senga qolibdimi tergash? Bas qil. Namuncha qolib ketding. Go'yo bu yerga qahva damlashga emas, doston yozgani kelgandek. Senga aytyapman. Ertalab o'ziga keladi. Lekin bir necha kun qolishi kerak. Nimadir kerak bo'lsa, men tashqarida bo'laman. Rahmat, Sira. Yoqimli ishtaha. Iltimos, Artemisni ham chaqir. Artemis, ovqat tayyor. Rahmat. O'rtangizdagi muammoni hal qildinglarmi?
Ha, hal qildik. Yana bir marta ajrashish degan gapni eshitishni xohlamayman, ikkovingizdan ham. Qani qizim, senga ozroq salat solaman. Shuni yeb ol. Aralashtiramiz. Rahmat oyijon. Men salat yemayman. Xayrli tong. Bu yerga qachon keldim? Kecha kechqurun jiddiy shikastlanibsiz. Ichki qon ketish bor edi, lekin bir amallab to'xtatdik. Bu yerdan ketishim Yo'q, kerak. shoshmang. Avval shifokor ko'rsin, keyin ketasiz. Qayerda shifokor? Yonimizdagi xonada 2 daqiqada keladi. Siz ungacha biroz dam olib turing. Keling. Mayli, yaxshi bor. Seni olgani kelaymi? Yo'q, dugonalarim bilan boraman. Uyda ko'rishamiz. Yaxshi. Xayr. terayotgan raqam vaqtincha javob bera olmaydi. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Tashkent mehmonxonasimi? Salom, men Qadir Aydinman. Remzi beyning do'stiman. Kecha bir tanishim sizlarda tunab qolish kerak edi. Gulperi xonim. Ha, siz kechagi xonimni aytyapsizmi? Shifoxonaga yotqizildi. Shifoxonada? Nega? Ochig'i kimdir rosa do'pposlagan. Hamma yog'i ko'karib ketgandi. Kelib nima gapligini ayta olmasdan hushidan ketdi. Keyin shifoxonaga jo'natdik. Qaysi shifoxonada? Bilmayman. Tez yordam olib ketdi. Alo? Emre, aeroportga. Burju, men Tashkentga ketyapman.
Gulperi xonim shifoxonaga yotqizilibdi. Hoziroq barcha shifoxonalarga qo'ng'iroq qilib qayerdaligini aniqlang. Yaxshi. Menga ham shitni buyurtma qil. Xabar jo'natasan. Amakim qizni bermasa, voyalam. Amakim qizni bermasa, voyalam. Boshiga yostiq qilarmidi, voyalam. Hey! Qo'rqib ketdim aka. Nima terib kelding? Nonushta uchun bodring terdim. Maydalab to'g'rayman. Keyin ustiga zaytun moyi quysam, zo'r bo'ladi. Bekorga ovora bo'libsan. Yur, ketyapsan. Uf, ertalabdan yana boshladingizmi? Zelish, qara, otam Salih og'ang bilan qayiq jo'natibdi. Ishonmasang borib so'ra. Qayiq bilan bandargohga, u yerdan uyga. Salih og'a, Ha, sizni otam jo'natdimi? ha shunaqa. Nega so'rayapsan? Nega qarab qolding, injiq? Yolg'on gapirarmidik? Xo'p, mayli. Sumkamni olay, keyin ketaman. Ushla. Ber. Ol. Jo'na. Unda sizga yoqimli ishtaha, aka. Bo'ldi, vaysamasdan ket. Kechagidan ancha yaxshisiz, lekin bugun qoling. Yana sizni politsiyadan ham so'rashgan. Ularga ko'rsatmangiz kerak. Hech kimdan shikoyatim yo'q. Bu yerda ham qola olmayman. Tezroq chiqishim kerak. Qizimning boshiga kulfat tushgan. Qizimning hayoti haqida gap ketganida o'zimniki ko'zimga ko'rinmaydi. Siz ayollarni tushunish qiyin. Aftidan tajovuzga uchragansiz. Nega shikoyat qilmaysiz? Qo'rqayotgan narsangiz keyinchalik falokat keltiradi. Men hech kimdan qo'rqmayapman, doktor bey. Bu qilmishlari ham javobsiz qolmaydi. Faqat hozir mavrida emas. Iltimos, nimaga qo'l qo'yishim kerak bo'lsa olib keling, qo'l qo'yib tezroq chiqay. Qo'l qo'ydiring, ketaversin. Xo'p bo'ladi, doktor bey. Hozir hujjatlaringizni olib kelaman. Eshitaman, ota. Qizim, nima qildinglar? Hammasi joyida bo'lsa kerak-a? Ha, Salih og'a bilan keldik. Nega? Bo'lim o'taganingiz? Axir o'zingiz Zelixani olib kel debsiz-ku. Biz keldik. Qirg'oqdamiz. Hadima uyda bo'lamiz. Bu nimasi? Hoziroq orqaga qaytinglar. Telefonni o'sha ahmoq Salihga ber. Abbo, Salih og'a, bu nima qilganingiz? Otamni qattiq jahli chiqdi. Orqaga qaytinglar deyapti. Oling, gaplashing. Bem, hozir mulozamatni qo'yib tur. Zelixani olib darrov qayt. Bem, qayta olmaymiz. Nega? Yonilg'isi tugadi, bem. Hozir yo'lga chiqsak, yarim yo'lda tugab qoladi. To'ldirib olishga ham vaqt kerak. Qo'ng'iroq qilsam, kechki payt olib kelishadi. Hoy, qayiqlarga qiron kelibdimi? Boshqasini minib ketaveringlar, bo'l. Mayli-ku. Hech kim ko'rmasin deb kimsasiz joyda to'xtagandik, bem. Bu yerda bizdan boshqa odam yo'q. Yolg'on gapirsam non ursin. Sizlardan ham qilib yurgan ishingizdan ham o'rgildim. Hoy, Mahmud, tezroq mashinani o't oldir. Qoyil Salih og'a, rostdan qoyilman. Tentak akamni gapiga laqqa tushdingizmi? Qo'yni bo'riga tashlab kelasanmi deb endi otam oyoqlarimni sindiradi. Yuring, qani yuring. Ularning hammasi eski odamlarmi? Eski odamlar, og'am. Hammasini yaxshi taniysan, ha? Ha, og'am. Baribir juda hushyor bo'linglar. Qo'shni bog'ni o'g'rilar rosa talon-taroj qilganmish. Tonnalab hosil yo'q bo'ldi deb egasi boshini changallab qoldi. Shuni esdan chiqarmang. Bitta daraxtni terib ketsa ham bo'yningizni sidiraman, bilib qo'ying. Bosh ustiga, og'am. Og'a, qarab yuboring. Nima bo'ldi? Ranging bo'zdek oppoq. Og'a, o't bilan o'ynashyapsiz, sizni deb hammamiz tamom bo'lamiz.
Ming'irlama. Nima gaping bo'lsa, dangal ayt. Qizingizni Aliga bermang degandim. Ali telbaroq, eplolmaysiz degandim. Yana hunar ko'rsatdi. Endi Badriyani bir balo qilish aniq. Mendan o'pkalab yurmang. Gulperini olib kelish uchun shunday qildingizmi? Endi jabrini ham o'zingiz tortasiz. Nimalar deyapsan, Sulaymon? Ukam bo'lmasang, shu gaplaring uchun tilingni sug'urib olardim. Senga qizimni nishon topshirdim. Qizimni. Agar Badriyimning tola sochiga zarar yetsa, o'sha Ali bilan ikkingizni tiriklay ko'maman. O'g'lingni tiyib qo'y. Aslo jahlimni chiqarmanglar. Qani chaqirroq ishlanglar, tezlashtiringlar. Ketdik. Kelin xonim. Og'am seni chaqiryapti. Mendan yana nima xohlaysizlar? Oxirgi marta sizga ergashib borganimda qanday balolarga yo'liqqanimni hali unutganim yo'q. Bu gal unaqa emas, kelin xonim. Nega chaqiryapti? Unisini bilmayman. Lekin kel, yaxshilikcha bor. O'zingni battar qiynama. Yakub og'a xonasida kutyapti, kelin xonim. Qani, marhamat. Shifosini bersin. Qizim qayerda? Badriy yaxshi. Qizim qayerda deyapman sizga. Hoziroq o'zimga topshiring. Gapimni eshitsang, topshiraman. Qolaversa ziyon zahmatsiz. O'tir, gaplashib olamiz. Hammamiz xursand bo'ladigan, hech kimdan gina qilmaydigan yo'lni qidiryapman. Sen ham ozroq bo'yin yek, ishimiz osonlashsin. Buni avvalroq aytardim. Didorni tezlashtirardim. Lekin hokimga borib dilimni og'ritding. Jan shu yerga keldi-yu, yuziga qon yugurdi. Hasanga kelsak, yerga ursang ko'kka sapchiydi. Usiz ham ayol boshing bilan eplolmaysan. Badriya ham qattiq bog'lanib qolgan, ammasi bilan buvisiga. Menga qara qizim. Istanbulda hammangiz xor bo'lasiz. Senga yomonlik tilamayman. Aksincha mushkulingni oson qilish payidaman.
Menga bulardan nega aytyapsiz? O'zingiz ham yaxshi bilasiz, kimdir chaynalib gap boshlasa, demak biror ko'ngilsizlikni yashirayotgan bo'ladi. Nima desangiz ham faqat tezroq ayting. Quloq sol. Sudda bir marta sharmanda bo'ldik. Meni yaxshi bilasan. Tajangdirman, lekin iblis emasman. Mening o'g'lim Ejder katta xato qildi. O'rtamizga adovat urug'ini sochdi. Yonimga chaqirib nima gapligini so'radim. Bilsam, senda ko'ngli bor ekan. Niyati sendan foydalanish emas, senga ko'z quloq bo'lish ekan. Mening urug'imdan pastga chiqmaydi shundoq ham. Yakub bey, uzr so'ramoqchi bo'lsangiz hojati yo'q. Bolalarimni bering, jim keta qolay. Senga ket dedimmi, kelin? Xush xabarni yetkazmoqchiman. Yana bir oila bo'laylik deyapman. Nikoh ma'murini ham chaqirtirdim shu yerda. Kel. Ejderga seni nikohlab qo'yamiz. Nima? Nima bo'lyapti? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Zelixa! Zelixa! Nima deyotganingizni o'zingiz tushunyapsizmi? Qizishma, darrov qizishma, quloq sol. Avval gapimni tugatay. Sen ham, bolalar ham qanotim ostida yashab yuraverasizlar. Badriya ham kelib qo'lini o'padi. O'sha Aliga berishga meni ham ko'nglim yo'q o'zi. Odam bo'lmaydi baribir. Nima? Nimalar deyapsiz? Yana kelinim bo'l. Bu mashmasha tugasin deyapman. Axir farzandlaringni juda yaxshi ko'rarding-ku, qani mehringni ko'rsat. Fidokorligingni qil endi, Gulperi. Obdon o'ylab ko'r. Qizing uchun, farzandlaring uchun shunday qilishga tayyor bo'lsang, hozroq nikoh o'qitamiz. Badriyani ham darrov uyga olib kelamiz. O'ylab bir qarorga kel. Yo sen kelin bo'lasan, yo Badriya. Qara, bir zum tinchlanganding, yuzingga qon yugurdi. Senga ham ma'qul tushdi, to'g'rimi? Ejderga xotin, menga kelin bo'l, keyin tinch yashaylik. Yakub bey, siz nima deyotganingizni... Quloq sol, qizim. Do'stim bo'lasanmi? Yo dushmanimmi? Meni anchadan beri bilasan, taniysan. Oilamni boshga ko'tarsam, dushmanlarimni oyog'im ostida yesaman. Unutma. Menga qara, ikkalamiz ham bir-birimizning jonimizni og'ritdik, bo'ldi. Oilada shunaqasi ham bo'lib turadi deymiz-u, hammasini o'tmishda qoldiramiz. Siz jonimni og'ritmadingiz. Yulib otdingiz. Mayli, menga yetkazgan sitamlaringizni ichimga yutaman. Lekin qizimni o'sha telbi Alining changaliga otdingiz. Shunday ko'r-ko'rona jaholatni endi qanday unuta olaman? Qizing doim bag'ringda bo'ladi. Farzandlaring senga yovqalash qilmay, atrofingda parvona bo'lishadi. Eshdir, bir og'iz gapingga maqtal turadi. Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz orqangizda yashab yuraverasizlar.
Bilib qo'y qizim. Senga yalinib yolborish niyatim yo'q. Tezroq bir qarorga kel. Senga to'y qilamizmi yo Badriyagami? Hasan, qayerdan kelyapsan Olifta? Ha? Qizlarning yonidanmi? Barakalla jiyan, bosh kelma. Nimadir bo'lyapti, aka. Menga ayting. Bobom qayerda? Niyatingiz nima o'zi? Bobong aytib bermoqchi edi-ku. Lekin qoyil, o'zing darrov payqading. Otam har doimgidek shunday zo'r reja tuzdiki. Qanaqa ekan? Badriyani o'g'irlatib, oyingni bu yerga olib keldi. Sizlarni ham albatta. Endi oyingga yaxshi taklifi bor. Agar rozi bo'lsa, Gulperi xotinim bo'ladi. Sizlar ham yonimizda. Yana bir uyda, xuddi avvalgidek birga totuv yashayveramiz. Meni ermak qilyapsizmi, amaki? Nega jahling chiqyapti, o'g'lim? Shu yerda qolasan axir. Shuni xohlamayotganmiding? Lekin o'sha xotin qolmasin. Bobom uni qanday kechirishi mumkin? Axir otam shu ayolni deb o'lib ketdi. Doim yuzimizni yerga qaratdi. O'sha shallaqini uyga kiritmayman derdi. Endi nima bo'ladi? Hasan, buncha qizishma. O'zingizchi, amaki, sizga qaychi urganini unutib qo'ydingizmi? O'sha xotin sizga tuhmatlar qilmadimi? Yaqin orada bozorga bordingizmi? Odamlar nima deyotganiga quloq soldingizmi? Hamma u ayolning kimligini biladi. O'sha ayolni xotin qilib olsangiz, unda qanaqa erkaksiz o'zi? O'ylabroq gapir. Haddingni bil. Bor-ye. O'sha ayol bu uyga kirsa, men chiqib ketaman. Hasan jim bo'l. Jahlni chiqarma. Ichkariga kir. Aralashma. Bobonga nimadir desang, jiyanim deb ayab o'tirmayman. Badriye? Hayotim. Hayvon ekansan, ket. Ket. Bo'ldi. Haqqing bor. Lekin meni ham tushunsang-chi. Aql hushimni o'g'irlading. Sendan ko'z uzolmasdim. Chidolmadim, Badriye. Axir bilasan, seni yaxshi ko'raman. Tushunyapsanmi? Biz turmush quramiz. Shundoq ham deyarli jufti halolim eding. To'g'ri aytyapmanmi? Qolaversa faqat men aybdor ekanmanmi? O'zing ham menga bunaqa chiroyli qaramaganingda edi. Imoliy qarashlar qilmaganingda edi. Badriya noz-karashma qilmaganingda bunday bo'lmasdi. Xumor termulmasayding, shunda men ham bunday aqlsizlik qilmagan bo'lardim. Men qachon qaradim senga? Nima qilyapsan? Qachon senga iymon qildim? Qachon seni umidvor qilgandim, ablah? Bo'ldi, bas qil. Seni hech qachon yaxshi ko'rmaganman, bildingmi? Hech qachon yaxshi ko'rmayman. Nega kelding? Nega tegaman deding? Chiq bu yerdan. Chiq, turqingni ko'rgim kelmayapti. Bobom kelsin, hammasini aytib beraman. Seni o'ldiradi. To'g'risi men uchun ham ayni muddao, gulim. Amakimga ayt, darrov to'yimizni qilsin.
Biz tomonlarda nomusi uchun ayollarni o'ldirishadi, erkaklarni emas. Soxtaginam. Shu o'jarliging tufayli ko'p narsani yo'qotgansan kelin. Senga faqat bo'yin egishni o'rgatolmadim. Rahmatli Eyub ham doim ko'ngli bo'shlik qildi. O'g'lingiz sizdan farqli o'laroq sevishni bilardi. La havla va la quvvata illa billahil azim. Assalomu alaykum. Qayerda yuribsan o'g'lim? Tayyorgarlik ko'rdim ota. Bugun biz uchun muhim kun. To'g'rimi, Gulperi? Rozi bo'lmadimi? Nikoh o'qitilmaydimi? Menga yo'q deydigan odam hali onadan tug'ilmagan ejder. Faqat shoshma. Sendan avval Badriyani bag'riga bosmoqchi bo'lyapti. Ketdik. Telefonim qayerda qoldi ekan, ha? Hasan, o'g'lim qo'lingga nima bo'ldi? Qoching. Hasan! Qani yur. Sen nega kelding? Sen bilan nimani gaplashgandik? Men bu nikohga rozi emasman, bobo. Hasanim. Eyubimdan yodgorim. Men rozilik berdim. Nega? Oilamiz bir joyda bo'lsin, et tirnoqdan ayrilmasin dedim. Bobo, davlat o'rtaga tushdi. Onangni himoya qilishyapti. Sizlarni olib ketadi. Men topolgan eng ma'qul yo'l shu. O'sha ayolni ko'rishni istamayman, bobo. Siz bizga so'z bergansiz. Boshqa yo'lni toping-da, so'zingizda turing. Hasan, ko'nglingni ranjitkim kelmayapti, lekin o'rningni bil. Qachondan beri gapimni ikki qiladigan bo'ldinglar? Bas qil. Uni ba'zir ko'ndirdim o'zi. Qani ketdik, shu ishni tezroq bitiraylik. Qamoqdan umuman chiqmasa yaxshi edi. Qaniydi? Qaniydi? Veysal. Labay og'a. Nikoh ma'muriga ayt. 2 soatda qo'rg'onga kelsin. Bosh ustiga og'a. Ejder. Oldinga. Sen ham chanqagan bo'lsang yana suv bor. Bugun juda issiq bo'ldi. Kerak emas. Ejder, Aliga xabar jo'nat. Bizga darrov qayerdaligini yozib yuborsin. Shundoq ham qayoqda boramiz, ota? Mayli-ku, Okkesh doim adashtiradi. Aqalli biz ishimizga puxta bo'laylik. Ha, xo'p, ota. Otam bilan Badriyani olib ketgani boryapmiz. Tayyor tur. Qizimni yoniga ketyapmiz, to'g'rimi? Birorta nayrang bo'lmasin yana. Qizim, qamoqxonadan jizzaki bo'lib qaytibsan. Tamom bo'lding o'g'lim, tamom bo'lding Ejder. Keling.
Yakubbek shu yerdami? Ejdarbek bilan Gulperi yangani olib sal avval ketgandi. Qayoqqa ketishdi? Juda qiziqayotgan bo'lsangiz qo'ng'iroq qilib so'rang. Faysal og'a 2 soatdan keyin Yakubbeklarni qo'rg'onida bo'lsin deyapsiz. Nikoh o'sha yerda o'qitdilar. Yaxshi, yaxshi. Ma'murbek. Salom. Bugun Badriya bilan Alining nikohimi meni ham taklif qilishgandi. Yo'q, yo'q. Yakubbekning o'g'li Ejder bilan rahmatli akasidan tul qolgan Gulperini nikohlayapmiz. Qo'rg'onda bo'lar ekan. Siz ham o'sha yerga boring. Qani tashla. Nega qarab turibsan? Xush kelibsan og'a. Hasan, ke uka. Xush kelibsiz. Keling. Kechagi o'yindan keyin futboldan ko'nglim sovib ketdi. Tur o'zingga boshqa joy top. Nimasini aytasan? Oddiy qahva bilan gazli suv. Nega baqirib turibsan? Tur dedim. Kimsan o'zi? Nega senga joyimni bo'shatar ekanman? Turmasang turg'izaman. Og'a, nima bo'ldi sizga? Og'a. Oddiy qahva bilan gazli suv tezroq. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi qurbonam. Bo'ldi. Qo'y yuboring. Turing. Bo'ldi Hasan, o'zingni bos. Qani ko'tar. Saray bola. Suv bering. Bu Yakub Tashkin o'zini allaqanday podshoh deb o'ylaydi shekilli. Hatto sud hay'ati chiqargan qarorni ham hurmat qilmayapti. Surbetlarcha bir qizni o'g'irlab ketdi, Badriya Tashkinni. Endi qo'yib yuborish uchun onasiga tahdid qilyapti. Mayli-ku Kadir. Ishonching komilmi? Balki o'z xohishi bilan tegayotgandir. Umrini bolalariga baxshida qilgan, o'zi mustaqil yashashga intilayotgan ayol nega birdan nomusiga tajovuz etgan odam bilan turmush qurishni xohlab qolsin? Bu aqlga sig'adimi? O'sha Gulperi chetini taniyman. Pok tuyg'ularga mushtoq, aqlli, chuqur mulohazali ayol. Bir yarim soat vaqtimiz qoldi og'ayni. Iltimos, tezroq bir ilojini topaylik yoki o'sha Yakub xohlagan odamini qo'g'irchoqdek o'ynatishiga yo'l qo'yib beramizmi? Kadir, demak xayolingda nimadir bor. Ayta qolsang-chi. O'sha Yakub Tashkinning o'g'li Eyub Tashkinning ishini 2011-yilda o'zing ko'rib chiqqansan. Ayoli ham, bolalari ham uni bedarak yo'qolgan deb biladi. Aytmoqchimanki, kimsan Yakub Tashkinning o'g'li o'ldi degan xabar kelyapti. Na jasadi, na daragi bor. Yakub buni so'rab surishtirmagan. Sen ham. Kadir, bu juda og'ir ayblov. Maqsadim ayblash emas, do'stim. Sen meni bilasan, men esa seni. Ishon, meni dardim mijozim yutib chiqishi ham emas. Faqat tang ahvolda qolgan onaga yordam berishni xohlayman, xolos. Men ham choy ichgani kelgansan deb o'ylagandim, Kadir.
Turgut, agar menga yordam bersang, 3 ta bolaning qismati o'zgaradi. Onasi bu bolalarni to'g'ri so'z, axloqli, xushfe'l inson sifatida voyaga yetkazadi. Yordam bermasang, Yakub Tashkin bu bolalarni faqat o'ziga o'xshatib qo'yadi. Ixtiyor o'zingda. Ayron qo'ydim yoningga, chanqog'ingni bos. Ayron qo'ydim yoningga, chanqog'ingni bos. Bu yil hosil mo'l bo'lsin, bu yil hosil mo'l bo'lsin. Hasan akam qayerda? Ketganiga ancha bo'ldi, ko'rmadingmi? Ko'rmadim. Hamma ketib qoldi. Zerikib ketdingmi? So'ngul opa. Opasini erkatoyi. Oyimga yozgan xatlarimni sizga bergandim. Ularni oyimga jo'natganmisiz? Sekinroq jan, eshitib qolishsa meni naq o'ldirishadi. Oyimdan ham xatlar kelganmidi, So'ngul opa? Yo'q uka, men hech ham ko'rmadim. Kelsa edi yana senga yashirincha olib berardim. Bitta ham kelmaganmi? Bitta ham. Aytaylik, balki ruchkasi bo'lmagandir, balki telefon bo'lmagandir. Lekin qamoqxonadan chiqqaniga necha oylar bo'ldi. Kelmadi axir. Jon, tuzukmisan ukajon? Menga qara. Nima bo'ldi? Oyim kelishi bilan hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylagandim. Onalardan arazlab bo'lmaydi. Lekin nima qilay, baribir arazlab qolyapman. Yanga, nima qilyapsiz? Yiqilib tushasiz. Telba u, Fatih. Qo'yaver. Rostdan telba. Amonki telba ekan. Nega ikkita o'g'lim uning ko'yida majnun bo'ldi? Aqli bor odam unga ko'ngil qo'yarmidi? Ko'ngil ekan, ota. Siz ham oyimsiz yasholmasdingiz-ku. Qo'yi. Badriya. Ey Xudoyim, o'zingga shukr. Siz qayoqdan paydo bo'ldingiz? Tuzukmisan qizim? Yaxshimisan? Xudoga shukr, juda yaxshiman. Nega yomon bo'lar ekan? Axir yonida men borman. Amaki, xush kelibsiz. Sog' bo'l o'g'lim. Umringdan baraka top. Yaxshimisiz, og'a? Ha, Bedosh. Bobong keldi. Ko'zlaring yaxshi ko'rmay qoldimi, bolam? O'zimning go'zal qizim. Bu yerda kayfiyatingni buzishmadimi? Hech kim seni xafa qilmadimi? Yo'q, bobo. Amakim ham, Ali ham menga yaxshi qarashdi. Sog' bo'lishsin. Juda soz. Qizimiz ham o'g'limiz ham yaxshi ekan, ko'z tegmasin. Endi olib ketaylik. Kapitan kutyapti. Qani. Qizim, sen yig'ladingmi? Yaxshimisan? Nimadir bo'ldimi? Yaxshiman. Yuzingga nima qildi? Avval o'zingizga qarang. Kim urgan bo'lsa ham yaxshi qilibdi. Sizdan qayoqqa qochib ketsam ham baribir izimdan qolmayapsiz.
mayli qizim, har qancha gapingga chidayman. Lekin ko'nglingni og'ritgan nimadir bo'lsa, iltimos menga ayt, iltimos. Siz bilan ishim bo'lmay qolganiga ancha bo'ldi. Yuzingizga nima qildi? Yiqilib tushdim. Endi yo'lda ehtiyot bo'ling. Xo'pmi? Endi bilsam, ilonni yog'ini yalagan ayol ekansan. Aytib qo'yay og'a, bu yo'l hali beri ochilmaydi. Badridan xabar olay degandim. Qaniydi o'lib ketsa.